Hammaga assalomu alaykum. 4 kunlik aqnobrachilar. Bugun 17-avgust haftamizning dushanba kuni 4 kun bozorga kelamiz do'stlar. 4 kun bozorga bugun sizlar anjirlar narxini qo'llangancha ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Assalomu alaykum og'a. Anjirlar tushib bo'ldi ekan og'a? 15 dan bo'ldi do'stlar. Ina 25 dan. Murabbo olgan tushim eng arzon og'a. Eng arzoni 10 ming so'm bo'ldi do'stlar. Ina. Shular. Yo'q, turamiz og'a. 10 ming so'mdan boshlanadi do'stlar, 20-25 ming so'mga yetar ekan. Yaxshi, rahmat og'a. Assalomu alaykum. Anjalar so'ng og'a? Endi 20 so'm. 20 so'mdan. Bularning? Bular 10 ming so'mdan. Ko'proq olsa superlarga. O'g'ir ko'proq olsa. Shaftolining? Shaftoli 5 ming. 5 ming so'mdan do'stlar, shaftolilar. Og'a, sizdan tushsin. Assalomu alaykum. 15 dan uzum 8. 15 dan uzum 8 dan. Uzumda 8 ming so'm bo'ldi do'stlar, ana. Bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ldi. Ne uzum? Meçke. Meçke uzum deyiladigan do'stlar. Yaxshi, rahmat og'a. Ya do'stlar, ko'rishingiz mumkin, bu bozorning aldi bo'ldi. Urganchdan doğru chiqsanglar, kattasidan aldinda nonchi aplarning ustiga joylashgan bo'ldi. Apanchalar so'mladi? 15 ming so'm. 15 ming so'm bo'ldi do'stlar. Bu ko'rib turganlaringiz Bular 8 ming. Bular 10 ming so'm do'stlar. 8. Yine. Bular 8 dan. Murabboqlang bular. Ne do'stlar. Bularning zo'rlari 15 ming so'm. 15 ming so'm do'stlar, yine. Ikkinchilarim bo'lding bular. Oxiri. Yaxshi, rahmat apa. Apa shaftolni tushimda deysiz. Bu yerdan mindilarim gapdi-ku. Tavay tibitli shaftollar geldi 10 ming so'm. Tibitli 10 ming ham bo'ldi. Bularning? Bular bu 12 ming so'm. 12 ming so'm bo'ldi do'stlar. 10 ming so'm. 10 mingdan olmalar. Almalar 10 ming so'm. 10 mingdan uzumning? Bizlar 15, 12 beraveradi. 12 ming, 15 ming, 10 ming ham barilardan ko'proq olsa. Banan? Banan tushim bo'ldi apa. Bananlar 20 ming so'm. Bananlar 20 ming so'm bo'ldi do'stlar. Yaxshi, rahmat apa. Sog'lansa bariga. Ya do'stlar. Narxni ko'rib o'tdingizlar. Anjirlarni. Assalomu alaykum. Pomidor tushim bo'ldi ekan? 10 ming. Pomidorlar 10 mingdan bo'ldi do'stlar. Bodringning? Badrilla 7 ming. Bodringlar 7 ming so'm bo'ldi do'stlar. Bu tarafda zelillarimiz bor ekan. Og'a, assalomu alaykum. Necha so'm ekan zelillar bular? 5 ming. 5 ming so'mdan. Bog'imi 2? Bog'i 5 ming. Bog'i 5 ming ham bo'ldi. Piyozning? 2 ming. 5 ming. 2 ming, 5 ming ham bo'ldi do'stlar. Qizil piyozning og'a? Apa 10 mingdan, ay. Messi bular, limonlar? Tushumi 90 ming so'm bo'ldi. Bular? Yine 5 ming. Bularning kilosi 25 ming so'm bo'ldi do'stlar. Pomidorlarga qaranglar. Yine. Bemalol kelib turib, arzon bahoda olarasizlar. 50 ming so'mlar ismi? Ava, yine balam 50 ming so'm kilosi. Kilosi 50 mingdan bo'ldi. Jinshella. Pomidor tushim bo'ldi apasida. Pomidor 7 ming so'm. 7 ming so'mdan pomidorlar. Qizil piyozlar 8 ming so'm. 8 dan. Limondan? Limon Turetski mi? 35 ming so'm kilosi. 35 dan do'stlar, kilosi bo'ladi. Karamlar? 40 ming so'm. Ular 40 dan bo'ladi. Karamlar ne? Ezdik karam 30 ming so'm. Iceberg karam do'stlar. Ezdik karam. Tushunaysiz? 40 ming. 40 ming so'm. so'm kilosi. Brokolilar 40 ming so'm. 40 ming, 30 ming so'm bo'ladi do'stlar. Bemalol kelarasizlar. Yaxshi, rahmat apa. Ha do'stlar. Do'stim xorma. Assalomu alaykum. Xolanchik. Alaykum. Yaxshimisiz? Lazer tushim bo'ldi ekan? Lazerlar 20-22 kirga bor. Bu lazerang 20-22 kirga. 17. Bu tushim 22 likmi bu? Bu 22 kirga bor, bu 20lik. 22 ya bular 20 dan do'stlar. Alangamadi bular? 17 bor. Alangalar 17 dan ekan. Avon Lüks pluslar tushim bo'ldi aqa. Lükslar 10, 11, 12 turi bor. 13 bor eng yardi. Qani 13dagi? 13. Do'stlar. Bu 13 ming so'mlik bo'ldi. Yine.
Nüks broşlarimiz. Yaxshi rahmat. Sog'lom baraka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, qanaqasiz? Necha so'mdan ekan qabula? 110 ming berdik. 110 mingdan, ay? 110 ming so'm hali ko'tarmadik biz. Ha, yani 110 dan bo'ladi. Qo'chqar go'sht bo'ladimi? Qo'y go'sht bo'ladimi? Qo'chqar, qo'y, Qo'chqar qo'y bo'ladi, ay? Baqirlar bo'ladimi? Qancha so'mdan bo'ladi? go'sht baqalar yuradi. Go'sht baqalar yuradi. Ha, do'stlar, 110 ming so'mdan kilosi. Moylar necha so'mdan bo'ladi qamuni? 80 mingdan beramiz moylarni. Moylari 80 ming so'm. Baqir shunda necha so'm beriz? 110 ming so'm. 110 ming so'mdan bo'ladi Yarım do'stlar. kiloga gelir 55 ming so'm nasip bo'ladi. Ha. Moylar 80 mingdan bo'ladi, bemalol kelarasizlar. Og'a rahmat, sog'lom baraka. Bu tarafda yarmarka joylashgan bo'ladi do'stlar. Yarmarkaning narx-navoni sizlarga qo'llangancha ko'rsatib o'tamiz. Keyingi videomizda nera borib turib obunachilar narx-navoni ko'rib berib, bemalol fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz mumkin bo'ladi do'stlar. Musofirdan ko'rib o'tirgan obunachilarimiz uchun valta ko'rsatib o'tsak do'stlar, videoning boshida chiqib ketibdi. 100 dollarimiz do'stlar 1 million 190 ming so'm. Rublimiz 132 ming so'm. Qozog'iston tangasi do'stlar 24,5 ming so'm bo'lib turibdi degan do'stlar. Bu valta kurslari 17-avgust holatiga ko'ra bo'ldi. Yarmarkadagi baholarni bir qator ko'rib o'tamiz do'stlar. Assalomu alaykum shirkat. Yaxshimisiz? Shukr aka. Shadak? Öküzgüç tut geldi ya, biz tuttular. Ha, biz tutlang. Necha so'mdan baholarni aytib beraring aka? 120. 120 dan do'stlar. Geçmeyken? Yillikdan necha so'm bo'lib turibdi? Birlikte 70, 80. Moyla 50 ming so'm oldu. Moyla 50 ming so'm bo'ladi do'stlar. İcandan necha so'm bo'ladi ijan? Can 110'dan. İcan 110 dan bo'ladi do'stlar. Kelar rasda. Yaxshi rahmat sizga. Assalomu alaykum. Shukr aka. Necha so'm ekan go'shtlar? Bak. Güçler 120 ming ekan. Go'shtlar 120 ming so'm bo'ladi do'stlar. Bular necha so'm? 90 ming. 90 ming so'm bo'ladi. Gelin. So'm ne apa? Ağa. Ay. Çisti so'mni o'zi. Çift tutumun özü 150 ming so'm. 150 ming so'm. Yine bak. Çisti so'm do'stlar. Tamam. Bag'ri necha so'm ağa? Bağır 100 ming so'm. Bag'ir kilosi 100 mingdan. Yine bunlar 80 ming so'm. 80 mingdan bo'ladi. Fiyatları var. Kavurlar. Zigirik. Var. Yine kavurlar. Bular necha so'm zigiriklar? Zigirik hem 100 mingden kilo. Zigiri ham kilosi 100 mingdan bo'ladi. Kellani kilosi necha so'm ağa? Kellerin kilosu 18 ming. Kellani kilosi 18 ming so'm. 18 dan bemalol yozib turib xaridlash olasizlar. Toşlar olsa bağlara ver. To'shlar necha so'mdan berasiz? Toşlar 115 lira. 115 dan bo'ladi, to'shlar. Toşlar çıraylı bir yapar. Ha, yaxshi rahmat ağa. Sog'lom sizlarga. Do'stlar. Yarmarka içinde do'stlar narx-navoni görüp o'tdingizlar. Bu tarafta moylar joylashgan bo'ladi. Moylar tushmagan. Salom aka apa? Yaxshimisiz? Qanaqa moylar tushmagan apa? Bo'ladi, svatashlarlar. 23 dan başladı. Nanlar tushum? 22. Svatashlarning 3 litrligi? 2 litrligi ne? 46 ming so'mdan joylashgan bor. 5 litrlik bormi? Ular tushum apa? 105 dan bo'ladi do'stlar. 115 dan bo'ladi do'stlar. Ular 105 dan bo'ladi. Ha do'stlar. Yaxshi rahmat. Yandan şekilde çalıştı dostlar. Banalar karanlığa bulaştılar. Apa selamünaleyküm. Kedilen tutum oldu apa? 6 ming so'mdan, ay. Şahsalı tutum oldu. 10 ming, üzümler? 10 ming so'mdan. Yaxshi rahmat apa. Apa assalomu alaykum. Bodring so'm bo'ldi ekan? 7 ming so'm bodringiz. 7 mingdan bodring olib do'stlar. Ha. Apa assalomu alaykum.
Qızılburçdan tutsun mu oldu ekan? 5000. Necha? 5000. 5000 so'm bo'ldi do'stlar. Mana. Yaxshi rahmat aka. Yo'q. Ya do'stlar. Assalomu alaykum. Pomidor tutsun bo'ldi ekan. 6000 so'm, bular 5000 so'mdan. Qancha 7000? Bular 7 dan bo'ladi. Bodring tutsun bo'ldi. Ha, 10000 so'm, burçlar 5000 dan bo'ladi do'stlar. Burçlarimiz 5000 dan bo'ladi. Ha, yaxshi rahmat aka. Ben de üzümler 5000 so'm ekan do'stlar. Apa, assalomu alaykum. Pomidor tutsun mu oldu? 7000 dan. Üzümler 5 dan mı rastlan? 5 dan bo'ladi. Zeliler? Zeliler 5000. Zeliler 5000. Piyazlar ne? 35000. Bunlar 5000. Üzümler? Özüm ben 5000. Üzümler ham 5000 so'm bo'ladi ekan do'stlar. Ajoyib bo'lib, dana-dana bo'lib turibdi. Yaxshi rahmat aka. Kadilar bor ekan. Assalomu alaykum aka. Pomidor tutsun mu oldu aka? 5000 so'm pomidorlar bo'ladi do'stlar. Mana. Obunachilar ertalabki narx-navoni ko'rib o'tdingizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bemalol like bilan bosib turib do'stlar. Kelishingiz mumkin bo'ladi. Unda videomiz bizdan ham shunday kelamiz do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan 4 kun narx-navo kanal bo'ldi do'stlar.